Aziz do'stlar, futbol yaxshi ko'radiganlar bormi? Barchangizga assalomu alaykum. Mana bugun bizlar mana shunday chiroyli futbolni polya yasash necha pulga tushadi bugun sizlarga yoritib beramiz. Mana shu futbolni polyamizni kattaligi nechiga nechi biladiganlar bormi? Futbolni yaxshi ko'radiganlar biladi, aziz obunachilar. Bugun sizlarga aslo qo'limdan kelgancha yoritib berishga harakat qilaman. Elmurod akamiz tomonidan mana shu futbolni polyamiz polni yasab berilibdi. Elmurod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisizlar, yaxshimisizlar. Rahmat aka, bir yoritib berishga keldik aka. Ham yaxshigina daromad qilsa bo'ladi, ham mazza qilib o'zingiz ham o'ynayverasizlar. Aka, necha puldan bo'lyapti 1 kvadrat metri polni mana shu stadionimizni patkulish bitkizib berdik. Lakasas Samarqand Juma tumanida O'zbekiston bo'ylab xizmatimiz bor. 12 ta viloyatdan aloqaga chiqishaveradi. Joyga, materialga qarab kvadratini 500 mingdan 550 minggacha mana shu holatda patkulish qilib bitkizib beramiz. Agar ochiq stadionlari bo'ladigan bo'lsa, ustini yopamiz, arzonroq variantda qilib beramiz. Undan tashqari xizmatlarimiz bor. Katta zdaniyalarning ustini ham bez ustun qilib 25 metrgacha yopib beraveramiz. Xolosa 1 skat, xolosa 2 skat, xolosa konvertli qilib aloqaga chiqishaveradi. Aziz obunachilar, murojaat qilinglar, garantiyalari bilan beramiz. Garantiyalari bor, kafolatlarigacha yozib beramiz. Hammamiz nomidan bonus bormi yo'qmi? Bonusi bor, Isroil kanaldan chiqadigan bo'lsa, bonus qilib beramiz. Aziz obunachilar, albatta aloqaga chiqinglar, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin, chiroyli qilib bitkazib beradilar.